Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, hech qaysi biringlarda amalinglar jannatga sizlarni olib kelib ketishlikka kifoya qilmaydi. Wala anta ya Rasululloh, sizni amalingiz ham yetmaydimi jannatga kirib ketishlikka? Meni amalim ham yetmaydi. Faqat Alloh meni o'zining rahmati bilan o'rab olganda keyin jannatga kiraman. Unda amallar-chi? Amallar jannatdagi darajamizni belgilashga ishlaydi. Ma'qulmi? Bir pora Qur'on yodlagansiz, bir pora. Endi joningizni qiynab 30 pora yodlaganmisiz? Endi mukofot darajasi o'sha. Jannatga kirishlik Allohning rahmati bilan bo'ladi, amal bilan emas. Amallarimiz faqatgina darajamizni past balandini belgilashlikda qaraladigan narsa. Ma'qulmi? Shuning uchun hech kim qilgan amali bilan kekkayishlikka, o'zini boshqalardan katta olishlikka